Nega bu futbolchi Ispaniya malikasini go'yo e'tiborsiz qoldiryapti? Ma'lumotlarga ko'ra, Ispaniya malikasi Leonor Barselona futbolchisi Gaviga qattiq qiziqadi. Hatto u maktab daftari muqovasini ham uning rasmlari bilan bezagan deyishadi. 2022 yilgi jahon chempionati paytida qirol Filipe Gavidan Barselona futbolkasini imzolashni so'ragan. Qizig'i shundaki, futbolka juda kichik o'lchamda bo'lgan. Bu uning aynan malikaga sovg'a sifatida mo'ljallanganini ko'rsatadi. Aytishlaricha, taxt vorisi Gavi bilan shaxsan tanishishni juda xohlaydi. Ko'pchilik o'ylaydiki, bunday imkoniyatni har qanday yigit mamnuniyat bilan qabul qilardi. Lekin bu yerda juda jiddiy tanlov bor. Bir tomonda malika bilan bo'lib, qirollik oilasining bir qismiga aylanish. Ikkinchi tomonda esa futboldagi faoliyatini davom ettirish. Chunki qirollik qoidalariga ko'ra, agar Gavi va Leonor birga bo'lsa, u vaqt o'tishi bilan Ispaniya qiroliga aylanishi mumkin. Ammo buning uchun u futboldan butunlay voz kechishiga to'g'ri